الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetlik kırındaşlar, biz bugün Sure Nisa'nınki 64. ayetine geldik. İlgirki ayetlerde Allah subhanahu ve ta'ala iman davasını kılıvatkan ağzıda ama kalbide iman ornaşmagan ya ki kalbide küfrünü saklagan kişilerinki Allah ve Allah'ın Resulü'ne hüküm kıldırışını taşlap başka yakka özünün menfaatiga kapolatlik qilish uchun tağutlarning qishiga ep boradiganligi haqidagi ba'zi mazmunlarni o'qib o'tgandik. Bugungi oyat shuning davomi, ya'ni payg'ambar kim, payg'ambarning xarakteri nima, Allah avatgan elchining biz itoat qilish masalasida qanchalik o'rni va qanchalik darajasi va bu haqda bizga 64-oyatda tundagidek ma'lumotlarni, tundagidek ta'limotlarni berib astag'firullah va ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Avval oyatning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilsak, biz payg'ambarni Allohning izni bilan boshqalar itoat qilsin deb avatdik. Allohning izni bilan. Agar ular özürgü zulüm qığınıda payg'ambarning qishiga kelgan bo'lsa, Allohdan mag'firat tilagan bo'lsa, payg'ambarmu ular mag'firat tilagan bo'lsa, Allohni tavbalarni qabul qiluvchi va mehr shafqat ekanligini qana qiladi, bayqaydi. Alloh ularning gunohini tavba qiladi. Hamma bilamiz qarindoshlar, musulmon bo'lishimiz bilan Alloh subhanahu va taoloninki payg'ambarlarni avatishdagi maqsadi kishilarga o'zining zimindagi manhijini bayon qilish. Allohning shariatini bayon qilish, kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklash. Manhaj deganimizda, ya'ni yo'l deganimizda qil va qilma ifodasi, yoki qil va qilma din iborat ikki nokta. Bunu biz buyruqlar ve çeklemeler deyimiz. Muşu öz içine ağan bir jarayon, ahkam, kanun. Bunun sırtıdık işler. Yani kıl mu deyilmegen, kılma mu deyilmegen işlerde insan erkin. Özünün şaraitiga yarışa, micazligi yarışa, köngülligi yarışa kılsa bunu da onun da Allah erkinlik bergen. Ama kıl, kılma degen işlerde, insan Allah'a iman etkuchi buluş süptülerini iman etmeye halatda erkin. Biz onu tekrarladık bir qancha qatim. Tekrar dedik. İman etishdan ilgari insonda erkinlik var. İman etib bo'lgandan keyingi imanning taqozosi ya qil yoki nima qilma. Endi payg'ambarning birdan bir vazifasi nima desa, mushu qil va qilmani bizga bayon qilish. Ki Peygamber özü çağlap, öz aldığa, yani Allah'tan hiç izin olmazdan, Allah'tan vahiy kelmezden, özüyce yani bizden insanlık noktasına etki vaktimizde, bizden de köngümüz halap, köngel hahişimiz tatıp kılıp bir işlerini kılımız ya, Peygamber asla onda işle kılmaz. Peygamberinin meyli Kur'an ayetleri sübütüdü bizge etküzgen her bir ahkam hükümle.
yoki hadis sifatida mayli u Rasulullahning degan so'zlari, qilgan ishlari yoki Rasululloh o'zining odatlarida shakllantirgan ma'lum sifatlari boshqalarning qilgan ishlariga qarata bildigan inkas qatorida ko'rsatgan olsun, qanday shakldagi Rasulullohning yo'l yo'riqlari olsun, hammasi faqat Alloh tarafidan kelganini bizga yetkazish va bayon qilish. Bularning hammasi oyatdagi biiznillah so'zining tahtiga kiradi. Allohning izni bilan, Allohning buyrug'i bilan keladiki, o'zi chaqlab, o'zi xolab, ko'nglining tortishiga qarab hech qanday hukmni bizga qana qilmaydi, akamaydi. Yani Allah subhanahu va taolo bu nuqtadagi huquqni Allah Payg'ambar alayhisolamga berib o'tgan. Deydi-ki: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Bizga Rasulullohga mutlaq agishga buyruq. Yani akagan narsani tutinglar, to'sqan narsani qanday qilinglar, to'xtanglar. Ya'ni Rasulullohga iymon aytdik deydiganmiz, Rasululloh aytgan bütün ishlarning hammasini Allohning izni bilan, ruxsati bilan, Allohning Rasulullahga bu huquqni berish bilan, Allohning vahiysi bilan keldi degan uqum bilan qabul qilishimiz kerakki, normal bir insonning insonga qilgan odatdagi buyruq, odatdagi cheklamaları sifatida qabul qilmasligimiz kerak. Yani Allohning buyrug'i deb turib, qanday qilishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Payg'ambarninki mushu xarakterini bilib olishimiz kerak. Nima munosabat bilan keldi bu oyat? İlgirki oyatda musulmon deb o'zini da'vo qilayotgan birisi bilan bir Yahudining o'tirida chiqqan talashda Yahudi Rasulullohning adolatini bilgachga, o'zi haq sahibi bo'lg'achqa Rasulullohning qishig'i borli da'vatidi. Heliqi atalmış musulmon, eg'izdagi musulmon masalada o'zining haqsizligini bilgan bo'lg'achqa uni Yahudilarning cho'nglarining qishig'i oprida da'vatidi. Bu yerda Payg'ambar alayhisalom bir shaxs bo'lish sifati yoki bir inson, normal inson bo'lish sifati bilan chiqamaydi, har qanday hukmni chiqarsa. Payg'ambar alayhisalomningki chiqargan har hukmlari, degan har so'zlari, buyurgan har buyruqlari hammasi bevosita Allohga bog'lanadigan hukmlardir. Biz bu shaklda tushunishimiz kerak. Payg'ambarning xarakteri bu shaklda bo'lishi kerak. Ondan keyin oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo shu yuqoridagi ilgirki darslarimiz deb o'tgandek Allah ve Allah'ın Resulü tarafga ibbamay meselelerni başka tarafga ibbağallarını özgü zulüm qilgan deb sifatlab turib, bularning ahvoli to'g'riliq bunda deydi ki: "Walau annahum izzalamu anfusahum." Ular özgü zulüm qilgan shu vaqtning o'zida sizning qashingizga kelgan bo'lsa. Bir ahvol, muhim nuqta. Allohdan mag'firat talab qilgan bo'lsa, ikkinchi marhala. Payg'ambarmi ularga mag'firat talab qilgan bo'lsa, uchinchi nuqta, Allohning Tavvob, Rahim ekanligini ko'ratdiki, Alloh ularning gunohini mag'firat qiladi, ularga marhamat qiladi. Endi o'ziga zulm qilish qanday hukm? Odatda normalda bir gunoh qilish ifodasi bor. O'ziga zulm qilish ifodasi bor. Qur'on ko'pincha vaqtda buni ayirib muomala qiladi. Vallazina Sura Ali Imronning 135-oyatida o'qib o'tdik buni. Vallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Bir yomon ishni qilgan yoki o'zini zulm qilgan. Yomon ishni qilish bilan o'ziga zulm qilishning o'tirdagi farq nima desa, hech qanday manfaati yo'q, foydasi yo'q bir ishni qilgan bo'lsa, bir odam o'ziga zulm qilgan bo'ladi. O'g'irlik qildi, bir muncha mol-mulk kelishdi. Bu ma'lum darajada manfaatlandi, o'g'irlagan pullarni. Yomon ishdan birini qildi, unidan ma'lum darajada manfaatlandi. Buni jinoyat o'tkazish, fahisha arab tilida fahisha ataydi. Uyg'urchada fahish ma'lum bir nuqtalarga markazlashgan, ammo arab tilida ig'ir jinoyatning hamini fahish, fawahish deb ataydi. Qilgan bo'ladi, ammo o'ziga hech foydasi yo'q. Topgan qilgan ishiga tushlik hech manfaat ololmadi bir odam, buning ismi o'ziga qana qilish, zulm qilish. Misha kelgan vaqtda balkim nurg'un qarindoshlarimizninki qilishga mana bir savol kelish mumkin. Zulm qilish ifodasi normalda birovning birovdan haqqini qana qilishi, ilib olishi yoki haqqini bermaslik
Bu normal tushunchamiz bizning zulm qilish babida. Ammo o'ziga zulm qilish desa, biroz tushunuksiz bizga nisbatan. Ana o'ziga zulm qilish degan nima desa, bir kishi masalan iymon etdi. Allohni Robbim deb e'tirof qildi. Allah meni yaratquchi deb e'tirof qildi. Ve shuningga ergashgan bir şekilde Resulullah'ni Allah'ning elchisi deb qana qildi, e'tirof qildi. Ondan keyin shuni e'tirof qilib, shu sohaga o'zini mansub qilib bo'lgandan keyin uning ta'limotlariga uymadi. Uning ta'limotlarini hayotida tatbiq qilmadi. To'sqandan yonmadi, buyrug'ini qilmadi. Mana shakil bevosita hech qanday foyda ekemasdan o'ziga qana qilgan bo'ladi, zulm solgan bo'ladi. O'ziga zulm qilishning bir ifodasi qarmoqqa xuddi bir narsaga erishdigandek, amaliyotda hech nimaga erishmaydi. Masalan, deyli, o'rinli qilib namoz o'qimaydi. Namoz o'qigan odam bilan o'qimagan odamning oladigan, masalan, tatadigan, namoz o'qimagan odamning namoz o'qigan odamga qarag'an vaqt oladigan hech foydasi yo'q. Haraqchidir. Haraq ichmagan mu'min bilan ichgan odamning o'tirida içmeyen mu'minning tatadigan ziyni yo'q. Aksicha ichgan odamningki haraq ichganlik sababidan mayli sog'lomlik va boshqa nuqtalardan tatadigan nurg'un ziyni bor. Mana bularning hammasi o'ziga qanday qilish, zulm qilish masalasi hisoblanadi qarindoshlar. Endi shu Qur'oni Karimda o'zi deb kelgan ifodalarda biroz to'xtalish to'g'ri keldi. Ya'ni buni arabchada nafs deymiz, uyg'urchada nafsi deymiz. Nefsim tatip kaldı, o nefsinin kendine kirdi deydi. İnsan iki xil haletinin birikmesi hesaplanıyordu. Birisi insandaki ruhi halet. Yani birisi insandaki maddi halet. İnsanda bir insanlık ruhi var. Yani birisi maddi ruhu var. Yani maddi taraf var. Hem de insanın İki haletini ayırıp qarğanımızda. Yani ruh noktasına qarğan vaxtımızda, yani maddesiz ruh noktasına qarğan vaxtımızda bu intayın güzel bir insan. Mutmain. Allah nem dese, Rabbi nem dese onun qail bulunduğun. Şuna şükür ruhla dünyasında Allah özünün Rabbimiz işkelliği guvalık alıdı. Elestu bi Rabbikum qalu bela. Guvalık alıdı. Ruhla dünyasında biz itaat kılımız. Ruh noktasının insan intayın güzel. Ruhdan ayırıp maddeni yalğız koyduğumuzda madde irade sahibimiz. Qanday vazife uğurlaştırılsa kılıdı bu maddemiz, bizning cismimiz. Doğan iken maddeni yalğız koygan noktamızda mı hem yaxşı. Yani itaat kılıdığan mesele yok. Ruh yalğız haletde mi yaxşı? Madda yalğız haletde mi yaxşı? İnsandaki eskilik nereden kildan da olsa, özgüsü zulüm kılıç nereden kildi dese, ruh ile madda birleşke vaxtda Arapçadaki nefs, yani biz nefs deyimiz o özü, insanlık şekilleniyordu. Del mesele, pasat, yaxşı yoldan kayrılış, müşahede kilidi. Del müşahede kilidi. Yani madda ile ruh ikisi birleşke vaxtda ya Allah'ның tushirgan ahkomlariga bo'ysunib yaxshilik tarafga qarab mangadigan mutmainna bir inson o'rtada bo'ladi, o'rtaga chiqadi, nafsul mutmainna bo'lib, yoki yomonlik tarafiga tortadigan ammaratun bisu nafs o'rtaga chiqadi, yomonlikqa buyurib turadigan yoki ma'siyatga izchil davom qiladigan lavvama nafsning birisi qanday qiladi o'rta. Demak, asli inson saf ruh olsa, buningda ham yaxshilik bor. Saf modda olsa, buningda ham yaxshilik bor. Qachon ruh bilan modda birikib nafs shakllangan vaqtida an insonda ya yaxshilik tarafga qarab menish yoki bo'lmasa yomon yo'lga qarab menishdan iborat bir holatlar, yaxshi yomon holat şu vaqtda qanday qiladi shakllanadi. Ya'ni o'ziga zulm qilgan nafsimiz ruh bilan moddaning birlashishini nafs dedik ya, mushu nafsiga, ya'ni o'ziga zulm qilgan narsa nima desa ruh moddaning bir kishidan shakllangan bu nafsini qarmoqqa
paydası vardek ama tüptün paydası yok işlağı seliş arkalık, şu işlarını kılış arkalık özü qana qiladi, zulm qiladi. Ya'ni hech xuddi masalan bir misol olsam, yolg'on guvohlik qurish boshqalarga nisbatan. Yolg'on guvohlik qurishda mening oladigan foydam yo'q. Illaki o sabab yoki bu sabab tufaylidan men yolg'on guvohlik qurman, o'zimni shu vaqtda xatolikqa qana qilgan bo'lman, paturib qo'ygan bo'lmas. Şoňaşky Peýgamber aleyhissalatu vesselam'nınki manda bir hadis var. İşlağı aldıranlar. İnsan deydi. İnsan mu'min taň atgyzyp kafir keç kılady. Mu'min keç kılıp kafir taň atgyzydy. Dinini dünýäden bir ülüşke, bir paçaga, bir mataga qana qılıdy, setewdi. Ma şekilde. Yani nefs insanny her daim yaxşı yamanlykynyň otturda qana qıladigan, saqlaydigan, ya yaxşılık tarapga yapmagadigan, ya yamanlyk tarapga yapmagadigan bir ruhi halat, bir insanlyk yani insanın insanlığı. İnsan sap ruh dünyasida wagtda güzel oldu. Sap madde dünyasida wagtda güzel oldu. Yani ruhsiz beden wagtda tabii ki onun öz iradesi olmaydı da ikisi birleşke wagtda andaki mazmunda yaşaydigan insanlık nefsi şekillenedi. Del yaxşılık, yamanlyk ayrılış ölçümü şu vaqtda qoyuldu. Ve şu vaqtda hiç qanday bir faydası yok. Əməliyyatda özü kirgen bu dinning, özü aytgan bu imanning taqazalarini, özünün üstüge düşürgen mas'uliyetlerini eğer joyda ada qılanmasa uçuraydigan jazasının bağlılığını bilip durup, yani yoldan çıqqanlığının özü bu özüge tamamen qanday qılganlyk, zulm qılganlyk oldu. Yani ayette özü imandar dep turup, özü men musulman dep turup, ama hüküm babına kelgen vaqtda Resulullah'ın qışqı almay, menfaat üçün başqalarının qışqı alganlarını özüge zulm qılganlar dep bulup, bulağa 3 basqışta birinin birido, pelenpey çıkış yolu birido. Yani birinciden bu insanlar ja'uke Resulullah'ın qışqı kelgen bolsa ve festagfirullah Allah'tan özüge mağfiret talep qılgan bolsa ve Resulullah mı bulağı qanday qılgan bolsa, mağfiret talep qılgan bolsa. Muşa ayet 3 basqıç bulağı berilgen fursat. Muş 3 işni qılsa, bula Allah'ның tövbe birişige uşraytdı, merhametiga erişdi. Yani bu yerda birinci gepki qaragan vaqtida bular Resulullah'ның qışığı kelmedi. Bunu qilishqa tegishlik birinci iş Resulullah'ның qışığı kelishdi, kelmedi. Muşa kelgan vaqtida biz biraz toxtalımız. Resulullah'ın qışığı kelish nima uchun o kadar muhim? Çünkü bu yerda Resulullah'a bir insanlık muamelesini qilmaymiz bu yerda. Bir normal insanga qaraganda qaramaymiz. Çünkü Resulullah'ın insanlıktan başqa peygamberlik, elçilik sübütü var. Elçi demek birleri tarafından avatilgan demek. Resulullah kim tarafından avatilgan? Allah tarafından avatilgan. Resulullah'ın qışqı bağallık kimning qışqı bağallık? Allah'ның qışqı bağallık. Resulullah'ın buyruqlarini urulganlık kimning buyruğuna urulganlık? Allah'ның buyruğuna urulganlık. Resulullah'tan yüz örgenlik, Allah'tan yüz örgenlik, Resulullah'a ihanet qilish, Resulullah'ın avatgan zatga ihanet qilish oldu. Anda oğandakin bularning Resulullah'ın qışqı bağmağanlığının özü Resulullah'ga teyinligen zatның qışığı olmaganlyk oldu. Bu noktadan bularning tövbege erişiş, mağfiretke erişiş, merhametke erişiş yolunun birinci qadami ilinmagan boludu. Bu intayin muhim narsa. İkincisi bular özünün qılgan xatalygy qarata Allah'tan mağfiret talep qilish kerak. Ve üçüncüsü Resulullah mı bular üçün qanday qilish kerak? Mağfiret talep qilish kerak. Mana muş 3 iş şekillengen vaqtda bular Allah'nınki merhametlik, tövbe qubul qılgıcı zat ekanligini qana qiladi. Şu vaqtda ko'radi. Yani Allah bularning tövbesini qubul qiladi. Çünkü Allah peygamberni nima ish qiladi? Başqalar ergasin deb aytadi. Başqalar nima uchun ergashadi? Peygamber Allah'ның zimindeki şeriatini, menhecini, yolunu temsil kıladigan birden bir zat, yetkizadigan birden bir zat. Yani qanaqdır Resulullah'ni bir tarafga ishtirib qo'yib, bevosita Alloh bilan o'lishman deyish asla mumkin emas. Yani buna deganlik, mening Rasululloh bilan ishim yo'q. Peygamber bilan ishim yo'q. Ben Allah'ның sözünü bevosita anglayman men. Mümkün emas. Çünkü Allah'ın sözünü bizge yetkizadigan birden bir zat kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
oyatning oxiridagi bir nuqta qarindoshlar. Oyatning oxirida agar bular bayatni deganimizda 3 ishni qilsa, Allohning Tavvob ekanligini, gunohni mag'firat qilg'uvchi ekanligini biladi degan ifodada qo'llanilgan. Tavvob so'zi mubolig'ani ifodalaydi. Ya'ni ko'plagan jinoyatni qana qilg'uvchi, afu qilib o'tib tavba berguchi ma'nosini ifodalaydi. Mushshadin bizning kallamizga keladigan bir mulohiza bir ishlarda Rasulullohning qishig'iga bormaslik, Rasulullohni bir chetga qayirib qo'yish yoki Allohning Rasulining hukmiga bormaslikninki naqadar ig'ir jinoyat ekanligining bir ifodasi bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Yani bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala bizden ötküzüp qolgan jinoyatlarimizdan, qanday qilib sug'urilib chiqish, qanday qilib qutulib chiqish, qanday qilib Allohning afvusiga erishish, tavbasiga erishish, Allohning marhamatiga erishishning yo'llarini yuqorqi oyat bo'yicha, oyatdagi ko'rsatilgan tartib bo'yicha qanday qilyotdi bizga ko'rsatib beryotdi qarindoshlar. Ondan keyingi oyatda 65-oyatda Allah subhanahu wa ta'ala o'xshash shu ilgirki mazmunlarning davotidir. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadayt va yusallimu taslima. Namas. Maslunda oddiy emas oyatning tarjimasi. Bir odam ig'izda iymon etdim deb qo'yiblar, ma'noga ish yo'q. Men musulmon deb lan mesele tugaydigan ish yo'q. Rabbing bilan qasamki, ular o'z orasida paydo bo'lgan ishlarda seni hukm qildirmaganga qadar va qilgan hukmingdan qalbida qisilchilishni, siqilishni topmaganga qadar va to'liq bo'ysunmaganga qadar ular mu'min bo'lolmaydi deyapti. Ya'ni oyat shuna deydiki, biz iymon etsak, kamali bütün tertibatlarının hammasini iman etishimiz kerak. Bütün talablarininki hammasini o'rinlashimiz kerak. Oyat munofiqlar haqida kelyapti ya. Og'zida islomni da'vo qilib qo'yib, qalbida iymon etmagan kishilar haqida bo'lyapti ya. Bular musulmonlar orasida yashaydi-yu, ammo negizlik oshqishliq nuqtalarga kelgan vaqtda qanday qiladi? Bular oshkor bo'lib qoladigan kishilar. Bular haqida bo'lyapti ya. Bununla bu xil ahvollarni oyatning 5idagi fala ifodasidan Allah inkor qiladi. Shunda emas. Nada undan shu? Ben musulmon deb bir jamiyat yashab qo'ysam, men iymon etdim deb ig'zingda iymonni aytib qo'ysam, quruq. Bu iymonning talab taqozolariga uymasang, talab taqozolarining eng asoslaridan birisi hukmni Alloh Rasuli tarafidan elish. Hukmni shularga qildirish. Mushuni uymasang, sen mu'min emassan. Senin o iymoning qabul qilinmaydi. Sening masalang tugamaydi uni bilan deyapti. İlgari dersde biz deb o'tdik. Bir o'zini musulmon deb qaragan birisi, bir Yahudi deb qaragan birisi bilan davolashib qoladi. Yahudi asli haqning sahibi shu davoda Rasulullohning adolat bilan hukm chiqaradiganligini bilgan bo'lg'ach Rasulullohning qashqoril deydi. Eg'izidagi atalmış musulmon o'zining haqsizlikni bilgan bo'lg'achqa Ka'b ibn Ashrafning Yahudilarning alimlar yoki cho'nglarning birisi berib, masalani astirtin hal qilib olaman deydi. Oyat shu haqida ketayotdi qarindoshlar. Unda ish yo'q deyapti oyatda. Fala va Alloh uzulan qasam qilibdi. Fala va robbika, sening Robbing bilan qasam degan uzulan qasam qilib turib, masalani mana shaklda bayon qildi. Bu qasam masalasiga keldik. Bir mu'min, bir musulmon faqat Alloh bilan qasam qilish yo'li bor. Ammo Alloh o'zining mahluqotlari uchun xalqlar bilan qasam qildi. Qarog'ida ko'rsa Qur'onga va turta bilan qasam, va zariyat zarwa shamollar bilan qasam, va tin va zaytun anjur va nima bilan zaytun bilan qasam, va saffat malaikalar bilan qasam, hatto Rasululloh bilan qasam qildi insonning uchunki la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun surah Hajarda. Allah o'zining bandalarining ichidagi xalqlar bilan qasam qildi va o'zidan qasam qildiki, surah Zariyatning 23-oyatida fa va robbis samai val ardi o'zidan qasam qilyapti. Masalan,
Ama hozir biz o'qiyotgan oyatda yana kim bilan qasam qilyotdi? Üzülen, amma üzülen qilgan qasamni qanday ifodalayotdi? Fa va robbika deb sening Robbing bilan deb Rasulullohga nisbat berib turib, Rasulullohni hurmatlab turib, Rasulullohning o'rnini ko'tarib bizga bir eskartish berish orqali qasam qilyotdi. Ya'ni sening Robbing degan gap bu yerda seni yaratgan yo'qdin. Ve seni bu dünyaya keltirip bütün sana keterlik lazımetliklerini qilgan hazırlagan ve seni terbiyelep östegen ve sana vahiy vergen, vahiy çögen, sana Kur'an'ı çögen, seni peygamber kılgandık. Mezunların hemmisi muşun tehdiki dahil okudu. Çünkü Rab koymayı muşlarının hemmini qanaqın özçüge aladı. Muşu süpetülen ifadelep durup üzülen qasam kıvatıdı ki senin Rabbin olan qasam. Seni en yaxşı insan, Peygamberlerin en ahirkisi buluşka tanlagan Allah bilan qasam. Seni alemlerinin rahmeti buluş için tanlagan Allah bilan qasam. Allah bu şekilde qanaq qotdi qasam qotdi. Mush qasamning hammani qilib nim deydi. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Yani ular öz arasında paydo bo'lgan ishlarda seni hukmron qilmoqcha, hukm qildirmoqcha ular mu'min bo'lmaydi. Mushu hukm ma'nosini ifodalaydigan so'z. Hüküm, hikmet mesela, tahkim, muşlarının hemmisinin asli tüp yıldızını söylediği vaktimizde atının ağzığı silingan çulur var yügen. Yani onga, solga tartıp ulağının ki tepdüz menişiği kapalatlı kılıdığın asıl şu mana. Yani hükümet, hakim digerler işlerini re'lep tüz bir yülünüş kesep ipmağıdığa iş. Hikmet degen mi şu? Yoruşudaki hikmet var. O mu şu ondan çıkan hikmet insanlığı hatalı işten saklaydı. Yani akıl degen gel. Yani Resulullah bu yerde hüküm sahibi, işlerinin tertibini saklayıcı, işlerinin yülünüsünü saklayıcı boğmuğan kadar olanın bulanmaydı, mümin bulanmaydı degen ma'no oldu qarindoshlar. Yani gapni kesdi Allah bu oyatda. Nima deydi? İman sen deb qo'ydigan gap emas. İslam sen bunda mansub bo'lib qo'ydigan bir nimasi emas u. Bir odam la ilaha illalloh desa, Muhammadun Rasululloh desa, cho'qim og'zidan chiqqan bu gapning bir vazifasi bor. Bu gap, bu so'z hayotiga ta'sir qilish kerak ki ibodatni Alloh uchun qilma, buyuruyduğunu Allah, menfaat, payda ziyan etkizdiğini Allah, kanun, hüküm, ahkamlarını yolu koyduğunu Allah, başkalarının gibi yok degen buludu la ilahe illallah. Benim hayatıma tesir gösterdiğin ikinci bir gap yok degen buludu la ilahe illallah. Anlagan ekan, ma gapning taqozosi bo'yicha la ilahe illallah tarafidan avatilgan ahkam, qonun, hukmlar men uningga bo'ysunishim kerak. Unda bo'ysunmaganimda mening aytgan la ilahe illallahim yolg'on. Ayet şunu davatıdır ki fala ve rabbike la yu'minun ulanın iman haqiqiy iman bo'lmaydi. Bu bir. İkincisi yani Resulullah'ın hakim ayrıgıcı, hüküm qiluvchi qilishdan boshqa ikincisi qalbida haraj topmaslik kerak. Çünkü iman etding sen, kirding sen. Qalbingdan naroz bo'lmaslik kerak. Üçüncüsü to'liq qanaq qilish bo'ysunish. Yani bu yerda mu 3 bosqich bor. İlgirki tövbe qabul qilinish Allohning marhamatiga kirishda 3 bosqich bo'tdi. Birisi Resulullahning qashig'iga kelish, gunoh uchun mag'firat talab qilish va Resulullahning ulardan istig'for talab qilishi. Endi bu iymon doirasidan chiqib ketmay, o'zini iymonda saqlashning 3 bosqichi bor. Birisi Resulullahni hokim qilish, masalalarida, ishlarida, hukmlar. Hammasida. İkinciden qalbi rahat bir şekilde bunu qana qilish, qabul qilish. Üçüncüsü qabul qilgan mushu hukmlarni amaliyotda reallikqa aylantirishga hayotiga tatbiqlab bo'ysunish, deganni qilish. Mushu 3 bosqich bilan inson o'zining iymonini saqlaydi. Iymon doirasidan chiqib ketmasligiga 3 bosqichdan qana qiladi, kafolatli qiladi. Oyatning mazmuni tugidi, ammo oxiriga kelgan vaqtda manda bir oyatdan bir savol chiqishi mumkin. Bu savol balkim mening kallamga kelgan, taqalgan savol bo'lishi mumkin.
anlıqıcı qarindoshlarımızning kallasig'imi bu savol kelishi mumkin. Oldimizdagi oyatda Allohning tavbasiga erishish, tavbani qabul qilishiga, marhamatiga erishishninki 3 xil yo'li bor ekan. Birisi Rasulullohning qishig'iga kelish va o'zining gunohi uchun mag'firat talab qilish va Rasulullohning shu kishiga mag'firat talab qilishi. Andan iymon doirasida bo'lish, shu iymon doirasidan chiqib ketmaslikka kafolatlik qilishning 3 xil yo'li bor ekan. 3 bosqich bor ekan. Birisi Rasulullohni hukmron qilish masalalarning hammasida. Ikkinchisi shu hukmlarning qanday shaklda chiqilishidan rahatsizlik his qilmaslik. Uchinchisi shu bo'yicha tatbiqlashga bo'ysunish. İkili bosqichlarda, mayli oyatdagi bosqich bo'lsin yoki merdagi iymonning doirasidan chiqib ketmaslikka kafolatlik qilish uchun besiq tegishli qadam bosqichlar bo'lsin. Ikkili qadam bosqichda Rasulullohning qishig'iga kelish va Rasulullohning bizga mag'firat talab qilishi, Rasulullohga hukm qildirish qatorliq bir qator Rasulullohga bog'lanadigan bir ishlar bor ekan. Bu ishlar Rasululloh bilan zamondosh yashagan kishilarga mumkin. Rasulullohning qishga bora oladi, Rasululloh bilan paranglasha oladi, Rasulullohga hukm qildira oladi, Rasulullohning istig'foriga erisha oladi. Ammo bizga o'xshash Rasulullohning zamonasidan keyin kelgan kishilarga qanday qilamiz? Biz Rasulullohga qanday hukm qildiramiz? Rasulullohning qishig'iga qanday boramiz? Rasululloh bizga qanday mag'firat talab qiladi? Qatorliq bir savollar balkim qilinglarga kelishi mumkin. Bu savollar haqida izlanganimizda Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki bizning mushu savollarimizning hammasiga javob beradigan, bizni xotirjam qiladigan, o'zining mu'min ummatini xotirjam qiladigan mana hadisni o'qishimiz qarindoshlar. Bu hadis bu. Mening hayotim, hayot turishim sizlar uchun bunda xayrlik bor. Sizlar ba'zi ishlarni qilasizlar, biz qilgan ishinglarga qarata munosib bir shaklda javob qaytaramiz. Ya'ni ishlarning hukmini ayıraymiz. Endi men vafot topsam, yani ölüp kesem deydi Rasulullah. Mening vafotimni ham sizlar uchun yaxshi. Qanday yaxshi? Manga qilgan ishlaringlar to'g'rilanib turdi deydi. Agar qilgan ishlaringlarda yaxshilikni ko'rsam, Allohga ham deydiman. Agar yomonlikni ko'rsam, men sizlar uchun mag'firat talab qilaman deydi. Yani Resulullah'ның mag'firat talab qilishi biz uchun Resulullah'ның istig'fori her zaman mavjud. Elhamdülillah. Endi Resulullah'ның qishig'iga kelish masalasi, Resulullah'ga hukm qildirish masalasi tabiiyki Resulullah'dan keyin Resulullah bizga qoldirib ketgan bu yo'lni hayotimizda tatbiqlash orqali bo'ladi. U yo'l o'simi Qur'on va hadis tamsil qilayotgan yo'l. Peygamber Aleyhisselam bu haqda taraktu fikum shay'ain. Men aranlarda iki türlük narsani qoldirib ketdimki, lan tadillu ba'dahuma. Sizlar mush ikkisini ching tutsanglar azmaysizlar. Birisi Allohning kitobi, endi birisi mening sunnatim, ya'ni hadislarim. Va lan yatafarraqa hatta, ya'ni Havzi Kavsarda mening qishimga kelganga ayrilmaydi bu ikkisi deyapti. Ya'ni qiyomatga qadar mush shaklda qanaqa qilib mang'adi. Ya'ni biz Resulullah'nınki bizga qoldirib ketgan bu yo'lda mustahkam mang'animiz, Resulullah qoldirib ketgan Qur'on va hadisning ahkomlarini hayotimizda tatbiqlaganimiz, shariatlarini hayotimizda tatbiqlaganimizning hammasi Resulullah'ning qishig'i kelganligimiz bo'ladi va Rasululloh bizning qilgan yaxshi ishlarimizdan Allohga hamd aytadi. Yomon ishlarimiz bo'lib qolgan taqdirda Alloh subhanahu va taoladan bizning gunohlarimiz uchun mag'firat talab qiladi. Ondan keyin oyatda oxirisidagi bir mazmun qalbida faqat rohatsizlik his qilmaydi, to'liq bo'ysunadi dedi-ya. Peygamber İslam qilgan hukmlarninki, Qur'on, hadis, Rasululloh bizga qilgan hukm, ya'ni Alloh tarafidan birini Qur'on sifatida, birini hadis sifatida bizga qoldirib ketdi. Mushu Qur'ondan chiqadigan hukmlar odatda normal ikki xil bo'ldi. Birisi taklifi, bizning banda bo'lganlik, iymon etganlik munosabati bilan dunyoda qilishga tegishli ibodatga oid, vazifaga oid ishlarimiz va bu xil shakldagi hukmlar va yana birisi
qadoi hukmlar. Ya'ni bizning ustimizga hukm ishning to'g'ri xatosi haqida tushilgan qadoi hukmlar va ikkala holatda, mayli hukm taklifida bo'lsin, bizning ustimizga vazif shaklda tushgan hukmlar yoki qado sudga o'xshash bunda masalaning to'g'ri xatosini ayiradigan hukmlar bo'lsin, mu'min bo'lish bilan har holatda qalbida rahatsizlik his qilmaslik kerak va chiqarilgan hukmlarga to'liq bo'ysunish kerak. Vaqt munosabati bilan qarindoshlar 65. oyatimiz bilan oxirlashdi. Inshaalloh darsning davomini kelasi soatlik darsimizda davom qilamiz. Kelasi qatimqi darsda ko'rishganga qadar hammani Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.